Assalomu alaykum. Bugun obzorimizda xudo xolasa aylanma pluglarimiz, frezalarimizni narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz, razmerlari bilan ham tanishtirib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Aylanma plugimiz, 4 korpusli plugimiz. Oralig'i 38 sm bo'ladi. Oralig'i bu aylanma plugimizning narxiga keladigan bo'lsak, 18,5 million so'mdan 18 milyon 500 ming so'mdan buni bemalol 404 504 traktorlarga, Belarus MTZlarga ham taqsa bo'ladi, bemalol ishlata oladi. Bu Xitoy plug bo'ladi, hech qanaqa lemkin boshqa plug emas, Xitoy plugi bo'ladi. Bu yerda 3 korpusli varianti bor, ko'rishingiz mumkin. Narxi 3 korpusli plugimizning narxi 16,5 million so'mdan. Bu yerda oddiy 2 korpusli plugimiz bor. Bunun narxi 2 milyon 600 ming so'mdan. Buni aylanma varianti ham bor, 2 korpuslini. Aylanma variantining narxi 12,5 million so'mdan akalar, ko'rishingiz mumkin. 12,5 million so'mdan. Endi frezalarimizga keladigan bo'lsak, frezalarimiz buni 4 xil variantidan bor. Biri 36lik, biri 60lik, biri 80lik, 2 metrlik frezalarimiz sotuvda mavjud. Biri 36lik frezamizga keladigan bo'lsak, reduktorlari katta reduktor bilan jihozlangan, pichoqlari ham katta pichoqda bo'ladi xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsak, bu 136lik frezamizning narxi 8 milyon 750 ming so'mdan. Bu yerda 160lik varianti bor. Buni ham reduktorlari katta, pichoqlari ham katta variantda bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 10 million so'mdan. Buni 180lik varianti ham bor. Uni reduktori ancha katta bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda uni ham ko'rsatib o'tamiz. Reduktorlari ancha katta bo'ladi, frezatishlari ham katta bo'ladi. Uni narxiga keladigan bo'lsak, 11 million 180lik varianti 11 million 750 mingdan bo'ladi. 2 metrligi ham bor. U ham shu keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Uni narxi 13 milyon 750 ming so'mdan bo'ladi. Bu yerda Zubr 4x4 traktorimiz 11-35 ot kuchiga egalik traktorimiz bor. 35 ot kuchiga ega, ko'rishingiz mumkin, 35 HP. Bu Vadimnoy охлаждение bo'ladi, suvda soviydigan variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, alohida radiatorlariga ega bo'ladi. Bu bitta poshilli remenli traktor bo'ladi. Buni o'zida suv pompalari bor. Suv pompalari motor tez qizib ketmaslik uchun qo'yilgan bo'lgan. Motor suvni tez sovutib berish uchun. Xo'p, bu traktorimizda ko'rishingiz mumkin, peridoklari katta peridoklar bilan jihozlangan. 304, 404, 504 traktorlarning peridoklari bilan bir xil bo'ladi. Bu traktorimiz balon razmerlariga keladigan bo'lsak, oldi baloni 6,5 ga 16 variantda bo'ladi, orqa baloni 9,5 ga 24 bo'ladi. O'zini toshlari bilan jihozlangan bo'ladi. Bunda endi bu traktorimizda moy datchik, suv datchik, akkumulyator voltini, zaryad berayotgan voltini ko'rsatadigan mototchas datchiklari bor. Qo'shimcha dinamo bilan jihozlangan tormozlari, ikkitalik tormoz bo'ladi. Oldi tortadigan varianti, mana ko'rishingiz mumkin, oldi kardanlari. Xo'p, ensholariga keladigan bo'lsak, enshosi 3 talik bo'ladi. Bunda bemalol aylanma pluglarni, mana shunaqa aylanma pluglarni bemalol aylantirib bera oladi. Endi bu traktorimizni komplektiga keladigan bo'lsak, oddiy 2 korpusli plugi bilan, mana shu ikkita korpusli plugi, bitta frezasi bilan bu 1135 modeli 64 million so'm. 1125 modeli bor buni. Uni narxi 62 million so'mdan bo'ladi komplektida. 136lik frezasi bo'ladi. Ikkita plugi ikki korpusli plugi bo'ladi. Kartoshka kapatellarimiz bor, Zubrlarga tushadigan. Uni narxi 430 dollardan. 1,5 metrlik traktorlarga tushadigan, 304, 404, 504 traktorlarga bemalol tushadigan жатkalarimiz sotuvda mavjud.
Bu 1,5 metr bo'ladi. Yonida pichog'i bor variantda bo'ladi. Bu alohida motorga ega bo'ladi. Motor jatkaga harakat berishi uchun alohida motorlar qo'ydirilgan. Faqat traktordan qilinadigan ish ko'tarib yuradi. Inshosiga ulab qo'yib ko'tarib tushirish uchun xizmat qiladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, bunga buni narxi $1300 bo'ladi. Sholi, bug'doy, makka jo'xori, beda shunga o'xshash narsalarni o'rsa bo'ladi. Faqat yotmagan tik turgan narsani o'ra oladi. Yotgan bo'lsa umuman o'ra olmaydi. Bunga bemalol 3-qator ham qo'ysa bo'ladi. Alohida 3-qator seplarimiz ham bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 3-qator seplarimiz 1,5 million so'mdan. Skladimiz Toshkentda, Sobir Rahimov Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 93lik 136 66 66, 94lik 140 08 08.